Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar menen Globus KG kanalı. Biz hozir internetdan aqshat topsa bo'lavi degan so'rovga javob izlaymiz. Bu esa boshladik. Birinchidan Play Marketga kiramiz. Bu yerdan ko'pchilik заработок denik bez vложение desek ko'pchilik turlari chiqadi. O'shalarning biro'sini o'tkazib tekshirib ko'ramiz. Sinovlar aqsha istasa bo'lib ko'ramiz. Ol приложениеni skачать qildim hozir. Sizlar ustiga qilib, undan so'ng uni открытga bosasiz. Bu yerdan registratsiyadan o'tish kerak ekan. Tak. Men o'zim e-mailimda yozaman hozir. Men o'zim e-mailimni yozdim. Men bu yerda promokod deydi. Promokodni yozsak bonus beriladigan, yozmasak bonus berilib ketgan, 0 dan boshlanadigan. Menda promokod yo'q hozir. Promokod belgilash kerak o'zi. Arkadaşlar yemi bu yerde 68 deydi. Bonus каждый deydi. Каждый день bir bonus beriladigan, basib ko'raylikchi. Bonus çok ekan bu yerda menda. Zadaniye deydi. Bu yerda top video deydi, video deydi. Bunu da basıp görüyoruz. Windows 68 teyim var ekan, şu an görüyoruz. Ancak koyuyor. Bir daha açıp etişeyim. Новый вот. Интернет слайм oldu da şey taşıp edet. Düşünmeyelim bırak. Kısacası şunda ekenden günde bonus alırsanızlar болады ekan. Ondan so'ng zaten новый video deydi, новый задание deydi. Şularga kirib zadaniyalarni atqarib aqsha topsa bo'ladi ekan. Ondan so'ng qaysi joqdan chiqaradi desangizlar, mana uplata deb turgan yerda bosasizlar. Zadaniya uplatani bossangizlar PayPal, Kiwi, WebMoney kashaktirib chiqarsangiz ekan. Tak bu yerda Kiwiga 5000 monet $1 bo'ladi ekan. 10000 monet $2 bo'ladi ekan. O'sha 5000 monet bo'lganda chiqaradi ekansizlar. Agar xohlasangizlar kirish desangizlar bo'ladi. Menda 68 monet bor ekan. O'sha do'stlar. Video yoqsa like bosingizlar, yana podpisatsiya bosib qo'yingizlar.